Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. G'o'lji shahridagi bir oilaliklar qorasida 24 oila karantin qilingan. Turkiya Səhiyyə ministri Fahrettin Qocaning bayonoti Xitoyning noroziligiga uchradi. Yaponiyada karantin qilingan yo'lovchilar paraxodidagi yana 60 kishida virus bayqaldi. Nigeriyada og'ir darajada terrorlik hujumi yuz berdi. Dövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsa. Erkin Asiya radiosu xəbərdə Şərq Türkistan G'o'lji shahridagi bir oilaliklar qorasida 24 oilaning bir karantinga ilinganligi ilgari surildi. Chet eldagi Xitoy taratqullarining qayd qilishicha, karantinga ilingan bu oilalar koronavirusi deb atalgan Wuhan virusida yuqumlangan ekan. Şərq Türkistanning İli oblastida Wuhan virusi Ürüm shahridan qolsa eng ko'p bayqalgan joy. Yerlik doiralar hozir qadar mazkur oblastda 10 nafar yuqumlar bayqalganligini ilgari surib keldi. Lekin kuzatuvchilarning qayd qilishicha, G'o'lji shahrida 24 oila Wuhan virusidan yuqumlanib karantinga ilingan bo'lsa, bu yerlik doiralarning yuqumlik ahvolini to'liq e'lon qilmayotganligini ko'rsatadi. Amerikadagi Buyuk Tong nomli bir o'qituvchi Xitoy televiziya kanalining xabar qilishicha, karantinga ilingan yuqorqi 24 oila G'o'lji shahridagi Siji Huaching, ya'ni 4 fasl chechaklik shaharchisi nomli aholi qorasiga joylashgan. Xabarda mazkur shahardagi bir Xitoy aholisining bergan uchur naql keltirilib, bu oilalarning ba'zilarining uyiga band qilinganligi, ba'zilarining yuqumdorlarni yig'ib olish o'rniga ilib ketilganligi ilgari surilgan. Bu uchur yerlik doiralar Sharq Turkiston miqyosida bayqalgan yuqumdorlarni 49 nafar deb e'lon qilgan mazgilda o'tirib qo'yilgan. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik Səhiyyə Salomatlik Komiteti 9 fevral e'lon qilgan uqtirishida yakshanba kuniga qadar mazkur rayonda bayqalgan yuqumdorlarning 49 ga yetganligi, yuqumdorlarning 11 nafarining Bingtuanda, 38 nafar yerlik ekan. Lekin kuzatuvchilar yerlik doiralarning yuqumga doir uchurlarni kontrol qilib, haqiqiy ahvolni yushirayotganligini ilgari surmoqda. Ma'lum bo'lishicha, navbatda yerlik doiralar virusni kontrol qilishda amonlik kuchlarini ishga solishga boshlagan. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati 10 fevral uqtirish chiqarib, hukumatning Wuhan virusi qarshi turish tadbirlariga amal qilmagan fuqarolarning qattiq jazolanganligini e'lon qilgan. Turkiya Səhiyyə ministri Fahrettin Qoca 7 fevral kuni muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Tojikiston o'pka yollig'i virusi qarshi ilingan tadbirlar to'g'risida ma'lumot berib, Xitoydan har xil hayvonlardan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Turkiyaga import qilishning cheklanganligini jakarlagandan keyin Xitoyning Anqara turishlik elchixonasining noroziligiga uchragan. Fahrettin Qoca bayonotida oldi bilan Xitoy qatnaydigan aeroplanlarning uchishini vaqtliq to'xtatganligini, 2 kun burun chet ellardan kelgan barliq yo'lovchilarni tekshirgandan keyin ruxsat qilinayotganligini, bu 7 oy durumda ilib berilayotgan tekshirishda hozirgacha hech qanday bir yo'lovchida Tojikiston o'pka yollig'i virusi bayqalmaganligini bayon qilgan. Səhiyyə ministri Fahrettin Qoca mazkur virusning odamdan odamga yuqadiganligi jazmlashganligini, hozir bu virusning qaysi hayvondan chiqqanligi texnik aniq bo'lmaganligi uchun yuqumlangan kasallikning oldini olish uchun bu tadbir qarorini ma'qullaganligini, import qilinishi to'xtatilgan mollar ichida har xil tirik, o'lik hayvonlardan ishlab chiqarilgan buyumlar, dengiz mahsulotlari, hayvon yog'lari qatorliqlarni vaqtliq to'xtatishni qaror qilganligini e'lon qilgan. Turkiya Səhiyyə ministri Fahrettin Qoca 7 fevral kuni mazkur bayonotni bergandan keyin Xitoyning Anqara turishlik elchixonasi darhol bayonot e'lon qilib, Turkiya hukumatining bu qaroriga norozilik bildirganligini bayon qilgan. Xitoy elchixonasining bayonotida Turkiya hukumati chiqargan qarorga hayron qolganligini hamda ansizlik selayotganini, shunga qattiq noroziligini bildirganligini, Dunyo Səhiyyə tashkiloti Xitoy bilan bo'lgan tijoratga cheklim qo'yishni qo'llamaydiganligini, hatto qarshi turadiganligini ta'kidlagan. Wuhan virusi o'tirg'i chiqqandan keyin Turkiyada Xitoylarga bo'lgan ko'z qarash o'zgardi. Xitoyning Turkiyadagi obro'yi yana bir qatim to'kildi. Burun turklar Xitoylarga Uyg'urlarni jazo lagerlari qamidi deb boshqa chiqarayotgan bo'lsa, endi Wuhan virusi bilan boshqa chiqarmoqda. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirus yuqumliq ofat sababidan Yaponiyada karantinga ilingan yo'lovchilar paraxodida yana 60 kishida mazkur virus bayqaldi. Kyoto xabar agentligining bildirishicha, Yokohama portida seshanba kunidan beri karantinga ilingan va ichida 3700 yo'lovchisi bor bo'lgan paraxodda Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning soni 130 ga yetgan. Yaponiya Səhiyyə ministerligidan bir mas'ul kishi yana 60 kishida Wuhan virusi bayqalganligini va paraxoddagi hammalarni bir-birlab tekshirish planlanganligini bildirdi. Yaponiyaning poytaxti Tokioga yaqin Yokohama portiga langar tashlagan yo'lovchi paraxodida eng dastlab Hong Konglik bir yo'lovchida koronavirus bayqalgandan keyin oldin qapda karantinga ilingan edi. 2019 yil 12 dekabr Xitoyning Xubey o'lkasida bayqalgan yangi tipli koronavirusi qisqagina vaqtda boshqa nurg'unlagan shahar va davlatlarga tarqalib ketgandan keyin Xalqaro səhiyyə tashkiloti jiddiy holat e'lon qilgan. Xitoy bugun Wuhan virusi sababidan o'lganlar sonining 1020 dan oshgan va yuqumlanganlar sonining 42638 ga chiqqanligini e'lon qildi.
Nigeriyaning sharq shimolida Boko Haram terrorlik tashkilotining to'sib olingan yo'lda kutib turayotgan avtomobillarga hujum qilib, 30 kishining jini zomin bo'lganligi bildirildi. Avtobus shoferi Adamu Salih Boko Haram terrorchilarining askarlar Maiduguri Damatoro tosh yo'lini kesib o'tadigan A10 rayoniga kirib chiqish bexatarligini nazarda tutib, to'xtatib qo'yilgan avtomobillarga hujum qilganligini, nurg'un kishilarning jini zomin bo'lganligini, nurg'un avtomobillarni vayron qilganligini bildirgan. Borno o'lkasi valisi Babagana Zulum hujumda 30 odamning jinidan ayrilganligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.